Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Men ismim Abrorbek Xo'jamov va hozirgi ko'rib turgan videoda bir kunlik ish kunimdan vlog, birinchi marta vlog olishim, ya'ni bir kunim qanday o'tishini ko'rsatib bermoqchiman YouTube'da. Shuning uchun sahifamizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki bunaqa kontentlar davomiy bo'lishi uchun. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Yana bir bor ko'rib turganimdan sizlarni xursandman. Bugun meni bir kunlik ish kunim haqida vlog chiqaryapmiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, shunaqangi kontentlarni ko'proq chiqaramiz. Bugungi ish kunim Afsonalar vodiysiga ketish bilan boshlandi. Ya'ni ertalabdan 9 da turib Afsonalar vodiysiga ketishim kerak edi Namanganga, o'zim Andijonda yashaganim uchun. Shuning uchun Andijondan ertalab turib ishga ketdim va ko'rgan bo'lsanglar, mana yo'l, bizni mahallamizning yo'li Chang ko'chadan chiqib Baliqchi, ya'ni Burgut oshxonasidan mashinaga o'tirib, keyin Namanganga ketaman. Shunaqa narsa, Namanganga yetib keldim. Ko'rishingiz mumkin bu videoda o'sha Afsonalar vodiysining Residence. Va shu bilan sekin ishlarni boshladik va kelishim bilan hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Kadr qalay chiqyapti. Bu yoqda Nalay turibdi, bu yoqda softbox ko'rib turgan bo'lsanglar, kadr zo'r chiqadi. Endi tayyor bo'lyapti, endi aytmoqchiman. Yaxshi chiqyaptimi? Ko'rib turib like bosib turinglar. Kadrni qaranglar o'rtoqlar, yoryaptilar aka. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. YouTube kanalimizga vlog. Hozir video qayerga kelganini o'zim ham bilmayman, lekin Afsonalar vodiysida syomkadamiz. Rasmga tushamizmi, video olamizmi o'zim ham bilmayman. Lekin kadr ko'rib turishingiz mumkin. Chiroqni bu yoqda softbox, bu yoqda Nalight. Kadr qalay, yaxshimi? Hozir bu YouTube'ga vlog sifatida joylanadi. Shuning uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Video davom etyapti degan umiddaman. Shu narsalar. It's good. Va bu yoqda tanishlarim bilan ishlarni qildik, hamkasblar va ko'rgan bo'lsanglar bu yerda syomka jarayoni bo'ldi. Ya'ni misol o'zim uchun kontent oldik. Misol Instagramimga video reels uchun kontent oldim. Va shunaqa bu yerda Netflix Production Ne'matulloga syomkani tashkillashtiradilar, operatorimiz. Shunaqa narsalar va vlog qolganman bu yerda. Shunaqa narsa. Shu narsa va kech ish tugadi. Ish tugagandan keyin sekin ishlarni hal qilib kvartiraga ketdim. Kvartirada o'zim ishlarimni hal qilib, saf va ujin qilib olib, sekin dam olishdi. Manzarani ko'rishim manzara uchun 4 yil tashqarida shunaqa narsa bir kunlik ish kunim bilan yakunlandi. Shu narsalar, agar vlog yoqqan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni va like bosishni unutmanglar va keyingi videoda qanaqa turdagi kontentlar qilishimizni yozib qoldiringlar. Hamma kommentlarni o'qib chiqaman. Hammaga rahmat.